Annyeonghaseyo 여러분. Seoul'da 1A 6 mavzu grammatikalarni ko'ramiz. Bizda bugun 4 ta grammatika. Birinchi grammatika "Iseyo" grammatikasidan boshlaymiz. "Iseyo" grammatikasi va koreys sanoq sistemasi, koreys sanoq sistemasi va "iga", "ayo", "oyo" do grammatikalarni ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan. Bizda birinchi grammatika "Iseyo" grammatikasi. "Iseyo" bu qanday grammatika? "Iseyo" grammatikasi bu "ing" deb tarjima qilinadi. "Iseyo", "ing" deb tarjima qilinadi. Demak, fe'lga qo'shilib keladi. Fe'lga qo'shilib "Iseyo" deb tarjima qilinadi. Bu ing, ya'ni buyruq sifatida ishlatganimizda, buyruq berganimizda ishlatadigan grammatika bo'ladi. Misol uchun biz ko'pincha holati "Uni qilib qo'ying, olib keling" holatida hurmat shaklida buyruq beramiz. Ya'ni tanimagan odamimizga nisbatan biz hurmat shaklida buyruq berishimiz kerak bo'ladi. Bu "Iseyo" grammatikasi nafaqat buyruq grammatikasi, balki oddiy muloyim hurmat grammatikasi ham hisoblanadi. Bu grammatika "Iseyo" buyruq deganda eshitilishi mumkin, sal qo'polroq, kimdirgadir shunaqa "qal" deb buyruq berganday tuyulishi mumkin. Lekin "Iseyo" grammatikasini orqali siz biror kishiga buyruq beradigan bo'lsangiz, muloyim tarzda buyruq bergan bo'lasiz. "Iseyo" kirgan so'z, demak bu muloyim tarzda, iltimos tarzda menga buyruq beryapti degan hissini beradi. Xo'p, qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Bizda ko'ramiz, bo'g'in oxiri unli bilan tugaganda "seyo" bo'lib qo'shiladi. Ya'ni patchin bo'lmagan holatda "seyoni" o'zi qo'shiladi. Misol uchun "o'da" bo'lsa "o'da", kelmoq, "da", moq qo'shimchasi tushib qolsa "seyo". "O", "seyo", keling holatiga kelyapti. Keling. Patchin bo'lgan holatda, ya'ni bo'g'in undosh harf bilan tugagan holatda. Undosh harf bilan tugagan holatda "iseyo" bo'lib qo'shiladi. Misol uchun, "da"dan oldingi bo'g'inda patchima bor. Ya'ni "da"dan oldingi bo'g'in undosh harf bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun "iseyo" qo'shiladi. Misol uchun, "ilgiseyo". Ilkda o'qimoq bo'lsa, "ilgiseyo" o'qing holatida qo'shiladi ekan. Xo'p, misollarni ko'rib chiqamiz. "Oso o'seyo". "Oso o'seyo", xush kelibsiz tarzida ishlatiladi. Oso degani tez, o'da esa kelmoq. Oso o'da, oso vayo deydigan bo'lsangiz, tez kel deb aytgan bo'lasiz. Oso o'seyo esa hurmat shaklida xush kelibsiz deb tarjima qilinadi. Xo'p, "Koppi chuseyo". "Koppi chuseyo". "Koppi chuseyo". Chuda bermoq, chuseyo. Chudadagi "da" tushib qolyapti va uni o'rniga "seyo" qo'shilyapti. Chuseyo, "Koppi chuseyo", kofe bering holatida ishlatilyapti. "Sukcheril hagu", "televizionil poseyo". "Sukcheril hagu", uyga vazifani qilib, ana undan keyin "televizorni poseyo", ko'ring holatida kelyapti. Bu yerda "poda" fe'lini tiklanishidan, ya'ni "podadagi"da tushib qoladi, moq tushib qoladi va uni o'rniga "seyo" yopishadi. Keyingisi "yogi anji 한국어 책을 읽으세요". "한국어 책을 읽으세요". Koreys tili kitobini "ilg'iseyo", o'qing holatida kelyapti. Demak, qaysi fe'l o'zgaradi? O'zgarishidan, tiklanishidan to'ppa-to'g'ri. "Ilkda" fe'lini o'zgarishidan. "ilg'iseyo". "yogi 앉으세요". 앉으세요. 앉다 o'tirmoq yoki bu yer, bu yerga 앉으세요. Bu yerga o'tiring holatida berilyapti. Endi bu grammatikamizga agar cho'mni qo'shadigan bo'lsak, agarda cho'm "seyoni" oldida cho'm ham birgalikda ishlatiladigan bo'lsa, cho'm birga ishlatilsa,
yanada muloyimlik va iltimos hissini beradi. Yanada misol uchun xijolat bo'lib, iltimos shuni berib yuboring yoki iltimos shuni bering deb muloyimlik bilan aytmoqchi bo'lganimizda cho'm so'zini albatta ishlatishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun kimchi chusayo desangiz ham kimchi beradi. Kimchi chusayo, kimchi bering desangiz ham bo'ladi, lekin kimchi cho'm chusayo deydigan bo'lsangiz, bu yanada muloyimlik, yanada gapingizni yumshatib beradi. Kimchijon 주세요. Kimchi biroz bering, iltimos bering. Chegil ilg'iseyo. Kitobni o'qing. Bu buyruq ketyapti. Chegilchom ilg'iseyo. Kitobni iltimos kitobni o'qing. Iltimos kitobni o'qing yoki iltimos biroz kitob o'qing holatida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Endi bu norasmiy holatda seyo ishlatilyapti. Rasmiy holatda ham nisbatan ishlatilishi mumkin. Lekin haqiqiy rasmiy holatda ishlatiladigan buyruq eng grammatikasi bu shipshio bo'ladi. Shipshiodan foydalanadi. Misol uchun chegil ilgi shipshio. Chegil ilgi shipshio. Kitobni o'qing. Chegil, misol uchun ilgi shipshioni ishlatiladi rasmiy holatlarda. Intervyu berganda ishlatilishi mumkin. Televizorda, judayam rasmiy holatlarda shipshioni ishlatamiz. Lekin odatda biz seyoni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Yoki anje shipshio holatida ishlatiladi rasmiy holatda. Bu hurmat emas, rasmiy holatda xuddi shunaqa bo'lib ishlatiladi. Endi bugun biz sizlar bilan koreys raqamlarini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda Xitoy raqamlarini ko'rib chiqqan edik. Endi biz bugun sizlar bilan koreys raqamlarini ko'rib chiqamiz. Koreys raqamlari ham ishlatilish holatida farq qiladi. Misol uchun, koreys raqamlari 100 gacha bo'lgan sanoqda koreys raqamlaridan foydalaniladi. Chunki 99 gacha faqatgina koreys raqamlari bor dedik. Xuddi shuning uchun 100 gacha bo'lgan sonlardagina shu koreys raqamlardan va yoshingizni aytganingizda va soatni aytayotganda faqatgina soat qismini aytilganda koreys raqamlaridan foydalaniladi. Ko'rib chiqamiz. Har bitta raqam birinchi hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilg'op, yodob, ahob, yol 10 bo'ldi. Endi biz 11 dan buyog'ini qanday sanaymiz? Ko'rib chiqamiz. 11. 10 plus 1 holatda ketadi. Ya'ni 11 bo'lsa, yol plus xana. Yolxana. Yol tul 12 bo'ladi. 12. Yol set. Yol net holatida 10 ni orqasiga o'sha aytmoqchi bo'lgan sonimizni aytish bilan, qo'yish bilan birgalikda 10 ni yoniga qo'yishimiz bilan birgalikda keyingi 11, 12, 13 hosil bo'ladi ekan. Endi 20 ni esa har bittasini nomi bor. 90 gacha har bittasini nomi bo'ladi. Misol uchun 10 yol bo'lsa, 20 simul, 30 sorin, 40 maun, 50 shin, 60 yesun, 70 irin, 80 yodin, 90 ahın bo'ladi. Demak, biz sanashimiz mumkin ekan koreys tilida 99 gacha. Ya'ni ahın ahobgacha. Hopgacha 99gina biz sanashimiz mumkin ekan koreys raqamlarida. Demak, koreys raqamlari tug'ilgan kunni aytganda va 100 gacha bo'lgan sanoqda
mm, soatni faqatgina soat qismini aytgandagina ishlatiladi ekan. Endi ko'rib chiqamiz. Sanoqda endi biroz boshqacha bo'ladi. Misol uchun ta qo'shimchasi bu sanoq deb aytamiz, to'g'rimi? Ta. Nechta deganimizda xuddi shu ta qo'shimchasi. Koreys raqamlariga, koreys sonlariga ta qo'shimchasi, xitoy sonlariga ta qo'shimchasi qo'shilganda o'z holatida qo'shiladi. Lekin koreys raqamlariga ta qo'shimchasi qo'shilganda faqatgina mana shu 3 ta, 4 ta raqam o'zgaradi. Misol uchun xana bo'lyapti bu yerda. Xana hanga o'zgaradi. Tul tuga, ya'ni pachimdagi tushib qoladi. Set Sega, Sg holatida ta qo'shimchasi qo'shilganda, net nega o'zgaradi ta qo'shimchasi qo'shilganda. Ya'ni agarda ta qo'shimchasi qo'shilmasa, u sanoqda xanadul set net assotsiatsiya ilk xuddi shunaqa qilib sanaladi. Agarda ta qo'shimchasi ke deb aytaylik, xanke, tuge, xanake, tulke deb ishlatish mumkin emas. Xanke, tuge, sege, nege holatida aytamiz. Qolgan 5-6 dan qolgan sonlarni esa o'z holatida aytamiz. Tasokka, yosokka, ilgopka holatida. Endi ta qo'shimchasi har bittasini nomi bo'ladi. O'zbek tilida ham misol uchun ta qo'shimchasi bor, har bittasini nomi bor. Misol uchun ke bu ta deb tarjima qilinadi. Keni o'zi ta'ni o'zi bo'ladi. Ko'p narsalarni, oddiy narsalarni sanaganimizda biz ta'dan foydalanamiz. Misol uchun aytamiz nechta ekan holatida xuddi shu ta qo'shimchasi ke bo'ladi. Myukkereyo holati bo'lishi mumkin. Nechta ekan, nechta dedi bo'lib. Endi pyong esa shishaga nisbatan. Misol uchun 4 shisha bering, ne pyong jusayo holatida pyongni ishlatamiz. Endi ko'rib chiqamiz. Chan esa bu stakan holati. Chan stakan. 한 잔 주세요. Misol uchun kofe bir stakan bering. Kopi 한 잔 주세요 holatida ishlatamiz. Kirit esa idish. Bu idish tarilkaga nisbatan ham ishlatish mumkin. Kirit kosaga nisbatan ishlatish mumkin. Han kirit jusayo holatida bir idish yana bering holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha kirit oshxonada han kirit jusayo, tu kirit jusayo ovqat zakaz qilayotganda bir kosa bering, bir idish bering holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Kiritni misol uchun kirit faqatgina kosaga emas, boshqa idish tovoqlarga ham kirib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'p, Myong esa kishi deb tarjima qiladi. Biz odamlarni sanaganimizda myongdan, kishidan foydalanamiz. Mari hayvonlarni biz hayvonlarni ta deb sanaymiz, lekin koreyslar hayvonlarni mari deb sanaydi. Misol uchun kuchugi 4 ta kuchuk demoqchi bo'lsa, ne kangaji, ne mari holatida sanashadi. Hop, endi sanoqda qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Misol uchun ke qo'shimchasi qo'shilsa, xana hanga o'zgaradi dedik. Mana bu yerda xuddi shu narsani bergan. Misol uchun hange degan xana kelyapti. Xana ke emas, hange bo'lib kelyapti. Xana hanga o'zgargan. Tulga ke qo'shilganda esa tulke emas, tuke holatiga o'zgaradi. Setga ke qo'shilganda sege, netke emas, nege. Tasotke emas, tasot tasotkega kelganda endi bu yog'iga bir xilda ishlatiladi. Tasotke.
Bu yog'ida ham tasod, bu yerda ham tasod. Faqatgina to'rttagacha sanaganimizdagina farq qiladi xolos. Yosodke, yosodke holatida talaffuz qilinadi. O'qiladi, yoziladi ham. Han myong, tu myong, bir kishi, ikki kishi, se myong, uch kishi, ne myong, to'rt kishi, tasod myong, besh kishi, yosod myong, olti kishi. Xo'p, bun esa bun ham kishiga hurmat shaklida ishlatiladi. Han bun bir kishi, tu bun ikki kishi, se bun uch kishi, ne bun to'rt kishi, tasob bun olti kishi, besh kishi, yosot bun olti kishiga o'zgaradi. Han mari bitta hayvonga nisbatan mari hayvonga nisbatan ishlatiladi. Hayvonga nisbatan. 한 마리, 두 마리, 세 마리, 네 마리, 다섯 마리, 여섯 마리. Endi guon esa kitobga nisbatan ishlatiladi. 한 권, 두 권, 세 권, 네 권, 다섯 권, 여섯 권. 평 esa biz aytdik shishaga nisbatan ishlatiladi dedik. Bir shisha, ikki shisha holatda ishlatamiz. 한 병, 두 병, 세 병, 네 병, 다섯 병, 여섯 병 shaklda. Xo'p, chan esa stakanga nisbatan ishlatiladi. Stakan. 한 찬, bir stakan, tu 찬, ikki stakan, 세 찬, uch stakan, 네 찬, to'rt stakan, 다섯 찬, besh stakan, 여섯 찬, olti stakan bo'ladi. Kirit. Kirit bu idishga nisbatan ishlatiladi. Idish. Han kirit bir idish, tu kirit ikki idish, se kirit uch idish, ne kirit to'rt idish, tasoq kirit besh idish va yosoq kirit holatida ishlatilishi mumkin bo'ladi. Endi pastdagi misollarni ko'rib chiqamiz. 한, 방 한 개 주세요. 방, 넌 한 개 주세요. 믿다, bering. 한 개 빵 주세요. emas, 빵 한 개 주세요. Birinchi nomi aytiladi, so'ralayotgan narsadan va uni orqasidan sanoq aytiladi. Misol uchun, 맥주 두 병 마셨어요. 맥주, piva ikki shisha ichdim. Ikki shisha piva ichdim deb tarjima qilamiz, lekin ishlatayotganimizda tupyong mekchu emas, mekchu tupyong mashasiya holatda ishlatishga harakat qiling. Shunaqa o'rnini almashtirsangiz ham hech qanaqa xatolik bo'lmaydi-yu, lekin asosan shunaqa holatda ishlatiladi. Kopi se chan hago, jusi tu chan 주세요. Kofe se chan, kofe 3 stakan bilan, jusi sok 2 chan, 2 stakan bering. 냉면 네 그릇 주세요. 냉면 돌 이데이시 베링. 여기 돌 거사기 베링. 뭐 마셨어요? 사과 5개 하고 오렌지 6개 샀어요. nima sotib oldingiz? 샀어요 bo'lishi kerak edi. 사과 5개 하고 얼마 5다 va oranji apelsin 6개 6ta sotib oldim holatida ishlatilyapti. Demak, sanoqni qayta-qayta ko'rib chiqing, qayta-qayta o'rganib chiqishga harakat qiling. Chunki bitada esingizda qolmasligi aniq. Endi biz o'rganishimiz kerak bo'ladigan keyingi grammatika bu ayo, oyo fe'lga qo'shiladigan, sifatga qo'shiladigan ayo, oyo grammatikamizni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, iga grammatikasini bilamiz. Otga gapni egasiga qo'shilib keladi. Gapni egasiga qo'shilib keladi. Egalik grammatikasi hisoblanadi. A esa sifat. Sifatga qo'shilib ayo, oyo hozirgi zamon grammatikasi hisoblanadi.
hozirgi zamon grammatikasi ayo, oyo. Endi bu sifatga qo'shilib hozirgi zamon sifatni hozirgi zamonga o'zgarishini ko'rib chiqarganmiz. Sifat ham xuddi fe'ldek tuzilganligi uchun, ya'ni da, moq bilan birga tuzilganligi sababli bir xilda ishlatiladi. Xuddi shunisiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bir xilda qo'shiladi. Ya'ni siz oldin fe'lda ayo, oyo qanday qo'shilganligini bilib olgan bo'lsangiz, bu yerdagi sifatga ham bir xilda qo'shiladi. Biror narsani ta'riflab kelganda ishlatiladi. O'zbek tilidan farqli koreys tilida sifatda ham da, ya'ni moq bilan tugallanadi. Uni o'tgan darsimizda chiroylilab, maydalab tushuntirib bergan edim. Demak, dadan oldingi bo'g'inda a va o bo'lgan holatda ayo bo'lib qo'shiladi. Misol uchun, chutta bo'lsa, ayo qo'shiladi-da, da tushib qoladi. Bu yerda yopiq bo'g'in, cho'q, pastaxa bo'lganligi uchun yopiq bo'g'in va u chuvayo bo'lib qo'shiladi. Sada, da, arzon degani, da tushadi, moq tushadi va ayo qo'shiladi. Bu yerda ham a, bu yerda ham a bo'lganligi uchun sa ayo emas, bitta mana bu yerdagi a ham tushib qolib, sayo shakliga keladi. Endi bo'g'inda u va adan boshqa unlilar bo'lgan holatda oyo bo'lib qo'shiladi. Misol uchun, mashitta bo'lsa, tadan oldingi bo'g'in i bilan tugayapti. Xuddi shuning uchun mashissoyo shaklda qo'shiladi. Endi hadada esa heyoga o'zgaradi. Pokchap hada bo'lsa, tirband bo'lsa, pokchap heyo shakliga o'zgaradi. Endi ko'rib chiqamiz pastdagi misollarni. 학교가 좋아요. maktab yaxshi. 오렌지가 싸요. Orange. Apelsin 싸요. arzon. Apelsin arzondir holatida kelyapti. 길이 yo'l 복잡해요. tirbanddir. 음식이 ovqat 맛있어요. mazalimi? so'ralyapti. Xuddi shunaqa holatda ishlatishimiz kerak ekan. O'tgan zamon shaklida kelganda esa bir xilda assayo, ossayo holatida kelishi mumkin bo'ladi ekan. Ya'ni 어제 날씨가 좋았어요. kecha havo yaxshi edi. 영화가 재미있었어요. kino qiziqarlimidi? Ne, 재미있었어요 holatida keladi ekan. Endi ko'ramiz keyingi grammatika. Do grammatikasi. Do'ni bu grammatika sifatida ko'rish to'g'rimi, noto'g'rimi, to'g'risini men bilmayman. Chunki bu grammatika sifatida bilmadim, qo'shimcha deb o'ylayman. Fe'lga otga yopishganligi uchun grammatika shaklida berilgan. Ham deb tarjima qilinadi. U ham, bu ham holatida biror bir narsani sanalib, u ham, bu ham holatida ham qo'shimchasini qo'shganimizda ishlatadigan grammatikamiz hisoblanadi. Endi ko'rib chiqamiz, qo'shilishini otga qo'shiladi. Hech qanaqa patchimiga ham qaramasdan qo'shiladi. Misol uchun, kellishi는 학생이에요. kellishi o'quvchidir. 저도 men ham 학생이에요. men ham o'quvchiman. kellishi ham 학생, men ham 학생, men ham o'quvchiman. 메뉴 주세요. 메뉴 bering. 물도 수 ham 좀 주세요. 수 ham iltimos bering. 스티븐 씨는 한국어를 배워요. 스티븐 씨 koreys tilini o'rganyapti. 줄리안 씨도 한국어를 배워요. 줄리안 씨 ham koreys tilini o'rganyapti. 어제 바지를 샀어요. 그리고 어제 바지를 샀어요. 그리고 운동화도 샀어요. shuningdek, krossovka ham sotib oldim. Xuddi shunday ham qo'shimchasini ishlatmoqchi bo'lganimizda aynan shu grammatikadan foydalanishimiz kerak bo'ladi ekan. Xo'p, demak bugungi ko'rib chiqadigan grammatikalarimiz xuddi shu edi. Demak, keyingi dars grammatikalarda ko'rishguncha, 안녕히 계세요, 여러분. 안녕.